Demek oddiy kasrlarni 96-sinf misoldan boshlaymiz. Endi kasrlarni mana bunday turdagi, masalan, tur butun taqsim 7 mana bu ifoda ko'rinyapti bizga, to'g'rimi? Qarang. Bu yerda kitobingizga ham yaxshilab e'tibor beringlar. Kitobingizga ham yaxshilab e'tibor bersanglar, mana shu kasrga mana bunday qaroq shaklda, ya'ni mana bitta kasrni qalinroq qilib yozib qo'ying. Ko'ring qayerlarda? Qalinroq qilib yozib qo'ying. Ko'rdinglarmi? Ana shu asosiy kasr degan ma'nosini bildiradi. Ya'ni bu degani 4 ni bo'laman 2 taqsim 7 ga degan ma'nosi. O'zbekcha shunaqa. 4 ni 2 taqsim 7 ga bo'lamiz degan. Bu 4 tagiga, ya'ni mahrajiga 1 yozsangiz bo'laveradi. Mahrajiga 1 yozib olsangiz 4 taqsim 1. Mana bu esa bo'luvimizni nima qilamiz? Ko'paytiruvga aylantiramiz. Ko'paytiruvga aylantirish uchun surat bilan mahraj nima bo'lish kerak? Almashish kerak. Almashdimi? Endi esa nima qilamiz? Qisqaradigan bo'lsa qisqartiramiz. 4 va 2 ikkalasi ham nechaga qisqara oladi? 2 ga. 2 ga bitta qisqartirsak, bu yerda 2, bu yerda 1 va 2 ko'paytirilgan 7 taqsim 1. Natijada 14. 14 taqsim 1 yoki 14. Hammasi bir xil ma'noni bildiraveradi. Buni tushunib olgan bo'lsangiz, yana bir shu turdagi yana bir savol beramiz. Yana bu savolimiz qaranglar. Mana, qaranglar. Mana bu yerda asosiy kasr qaysi? Mana. Ya'ni 4 taqsim 2 ni bo'ling 7 ga degani bu. Tushunarlimi? Ya'ni 7 ning mahraj qismiga nima yozsangiz bo'laveradi? 1 yozsangiz bo'laveradi. Xo'p, birinchi kasr o'z holicha, ikkinchi kasr dumolatasiz. 1 taqsim 7. Suratini suratiga, mahrajini mahrajiga ko'paytirishimiz kerak. Demak, ko'paytirsak, bu 2 bilan 4 qisqarib ketar ekan, 2 bo'ladi-da va natijada 2 taqsim necha qolar ekan? 7. Bir-biridan farq qilyaptimi kasrlar? Qaranglar. Mana bu kasr bilan mana bu kasr bir xil emas-da bu narsalar. Bo'luv ifodasiga e'tibor berasizlar. Yana bitta. Yana bir turdagi savol kelsin sizlarga, qaranglar. 4, 3, 5, 6. Mana. Ko'rdinglarmi? 4 ta. Asosiy kasr mana bu yerda. Buni nima degani bu? 4 taqsim 3 ni bo'ling nimaga? 5 taqsim 6 ga deganini bildiradi. Va birinchi kasr o'z holicha, ikkinchi kasr aylanadi. 3 bilan nima bo'ladi? 6 qisqarib ketadi, 2 bo'ladi va suratda 4 ko'payib 2 taqsim 5, 4 ga 2 necha? 8 taqsim 5. Buni mashq holatda qoldirsak ham bo'ladi. Buni nima qilib qo'yamiz? Ko'pincha hollarda aralash kasr holatiga nima qo'yish kerak? Olib o'tib qo'yish kerak bo'ladi. Tushunarligi? Demak, endi esa mana bu turdagi savollar ishlab ko'ramiz. Kasrlarda bir g'alatisi bor mana. 101. Qaranglar. 101 savol. 101 savolda 2 qo'shilgan 4 3 qo'shilgan 5 3 minus 1 taqsim 2. Qaranglar. Demak, mana bu turdagi bizni ko'zimizga dahshatli ko'rinib turgan kasrni nima qilasiz? Maydalab olamiz. Maydalab eng asha tishlab olamiz. Buni misol qarang. Prosta mana tepani shunaqa tasavvurlar bor, tasavvurlar uyg'ota olasizlarmi? Shu tepani xayolingizda o'chira olasizmi? Nima? Tepasi o'chira olasizmi? Tepasini yo'q. Faqat shu bor, misol. Shu misol qanday ishlaymiz? 3 minus 1 taqsim 2. Bu mahrajda 1 bor, to'g'rimi? 1 bor bo'lsa 2 bilan 1 ga mahraj 2. 2 ning ichida bittalikda nechta bor? 2 ta bor. Bundachi bitta bor. 2 kare 3 6 minus 1. Natijada nima bo'lib qoldi? 5 taqsim. Qarang. Endi siz nima qila olasiz? Mana buni o'rniga mana bu ifodani qo'yishga haqqingiz bor-da. Chunki 3 dan 1 taqsim 2 ni aytsangiz, mana bu ifoda nima qildi? Kelib chiqdi. Diqqat bilan boshqa yana yozib olaman. 4 3 plus 5 bo'lingan 5 taqsim 2. Ko'rasizlarmi? Endi nima qilish kerak? Hozir o'rgatdim.
Endi bo'laveramiz 4 ta. 3 plyusimiz bor, bu qaranglar. Mana buni nima qilish kerak? Bo'lish kerak, keyin qo'shish kerak bunga. Demak, mana buni ham yana o'zini ishlab olamiz. 5 mana menga asosiy kasrchisi ekan. Ana shuning uchun bo'laman. Nimaga? 5 taqsim 2 ga. Birinchi kasrni mahrajimga 5 taqsim 1 qilib oldim. Birinchi kasr o'z holicha, ikkinchi kasrni bitta aylantiraman. Aylantirganimda mana ular qisqarib ketib va bizda qolyapti 2 qolyapti. Demak, mana buni o'rniga nima yozsak bo'lar ekan? Mana 2 ni yozamiz. Qaranglar. 2 qo'shilingan 4 3 plus 2. Demak, 2 qo'shilingan 4 taqsim 3 ga 2 ni qo'shib qo'ysak, 2 ga 4 taqsim 5 qo'ysak necha bo'ladi? 2 ga 4 taqsim 5 ni qo'shar ekanmiz, bu natija 2,4 taqsim 5 bo'laveradi. Tushunarlimi? Prosta bu misollar cho'chitadi olasizmi? Mana o'zi tartib bilan qana ishlayapti. Avval mana ishlab olyapmiz. Bu yerdan chiqqan sonni yana o'zini joyiga yozyapmiz mana. Buni keyin 5 mo'l kasr chizig'i nimani bildiradi? Bo'lish ekanligini bildiradi. Ana shuning uchun bo'lib olyapmiz nimaga? 5 taqsim 2 ga. Va buni ham biz o'zbek tilida yozib olyapmiz qaranglar. O'zbekchasiga 5 bo'lingan 5 taqsim 2 degani bu. Birinchi kasr o'z holicha, ikkinchi kasrni aylantiryapmiz. Ko'paytirga aylanyapti va qisqaradigan ifodalar qisqarib ketyapti-da, natija bizda 2 qolyapti. Demak, buning o'rniga 2 yozsak bo'lar ekan degani bu. Tushunarlimi? 2 qo'shilingan 4 taqsim 5 bo'lsa, demak mana shunday ifoda kelib chiqadi. 101 savol. Tushundinglarmi? Sizlarga ham bor ekanmi bityapti? Voy mana. Endi 102 qayerdan boshlayman degan savolga qani javob beramiz. Qayerdan boshlash kerak bu yerda? Tepadan boshlash kerak, to'g'rimi? Tepadan pastga qarab tushasiz. Endi esa 103-misolga e'tibor beramiz. 103 qaranglarchi. 103. Endi bu yerda o'ta osonlashib ketadi. Sizlar bilmaydigan yerlar menimcha mana bu yerlar. Chunki bu yerlarni hali o'rgatmagan edi. Endi 103 lar bu yerda juda osonlik bilan ketsak kerak menimcha. Qaranglar. 2 taqsim 7 qo'shilingan 5 taqsim nima? 3. 3 ham xitoycha cho'p ketyapti. Bo'lingan 2 taqsim 7. Ayrilgan 1 taqsim 4. Demak, nima qilardik? Ishlarga bo'lib olardik. Birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish, to'rtinchi ish. Demak, bir mana bu yerda, birinchi qiladigan ishingiz mana bu yer. To'g'rimi? Ikkinchi qiladigan yeringiz qayer bo'ladi? Mana bu yer bo'ladi. Uchinchi qiladigan yerimiz nima bo'ladi? Chiqqan natijani ayirib qo'yish bo'ladi. Demak, biz misolimizda demak mana shu tarzda ishlarga bo'lingan holatda ishlab chiqamiz. 2 taqsim 7 qo'shilgan 5 taqsim 3. Demak, 7 bilan 3 ga umum mahraj nima bo'la oladi? 21. 21 ning ichida ichtaliklar nechta bor? 21 ichtaliklarchi? 7 ta. Hop, 3 kere 2 ni ko'paytiramiz. 6 qo'shilish. Qaranglar. Qo'shish iforasi demak bu yerga ham qo'shish bo'lib o'tadi. Agar mana minus bo'lganda mana bu yerimiz ham minus bo'lar edi. 35 mi? 35 ga 6 ni qo'shsak 41 taqsim 21. Demak, buni sirazi aralashkasiga olib o'tib qo'yish kerak emas. Sababi nimaga? Chunki bo'lamiz-ku. Agar aralashkasiga aylantirib qo'ysangiz, nima qilish kerak? Yana aylantirish kerak noto'g'ri kasrga, to'g'rimi? Shuning uchun endi ikkinchi ishga o'tamiz. 41 taqsim 21 ni bo'lishimiz kerak nechiga? 2 taqsim 7 ga. Demak, 41 taqsim 21 aylantiringlar 7 taqsim 2 da mana. 21 bilan 7 ni qisqartirib qo'ysak bu yerda 3 bo'lar ekanda. Tepada 1 bo'lar ekan suratida. Va 41 ko'paytirilgan 1. 3 ko'paytirilgan 2. 6. Hop, 41 taqsim necha chiqdi? 6 kelib chiqdi. Endi esa 3-ish oxirgi final qismi. Oxirgi natijaga yetib olamiz. 41 taqsim 6 ayrilgan 1 taqsim 4. Umumiy mahraj 6 dan 4 sonlari uchun 12. 12 ning ichida 6 talikdan nechta bor? 12 ning ichida 4 talikdan-chi? 3 ta.
41 kere 2 82. 83 kere 1 82'den 3 ayıramiz. 79 taqsim 12. Mana shunday qoldirish. Nima qilamiz? Qoldirish kerakmi, qoldirish kerak emasmi? O'zi aslida mana bu ham javob, lekin yanada to'g'riroq, yanada imtihonlarda beriladigan variantga yaqin holatda yozadigan bo'lsak, buni aralash kasrga o'tib qo'yish kerak ekan. 79 ning ichida 12 talikdan nechta bor? 6 ta bor. 6,7 taqsim 12. Demak, 12 ga bo'lsak, qoldiq 7 bo'lar ekanda 12 qiymat kelib chiqar ekan. Demak, 103-savolni mana shundoq ishlarkanmiz. Xo'p, keyingi savollar. 103 dan qaysini ishlasa ekan? 100 105 o'z ishlaysiz. 108 da 108. Xo'p, mana zakazlarga yon 108 ishlatganmiz. 10 taqsim 16 qo'shilingan 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 17 taqsim 4 bo'lingan 17 qo'shilingan 3,3 taqsim 4 tugamayapti. Misol hali 5 taqsim 6. Demak, bu turdagi ifodalarni nima qilamiz? Ishlarga bo'lib olamiz. Birinchi qayerda ishlagan ma'qul? Qavs uchun bo'pti. Keyin qayerda ishlaymiz? Ko'paytiramiz. Keyinchi? Keyin mana bu yerda ishlaymiz. Keyin esa chiqqan javoblarni qo'shamiz. Shunaligi buni 4-chi, buni 5-chi deb yurishyapmiz. Chiqqan javoblarni hammasi qo'shib qo'yamiz. Boshladik bo'lmasa. Birinchi ish. 17 taqsim 4 bo'lingan 17. Birinchi kasrni o'z holicha, ikkinchi kasrni esa aylantiramiz. Aylantirganimizda qisqarib ketib qolyaptimi? Natija nima qoldi? 1 taqsim 4. 1 taqsim 4. Endi nima qilamiz, Mo'yin? Endi esa 3 taqsim 2 ni ko'paytirib qo'yish kerak nimaga? 1 taqsim 4 ga. Hisoblab qo'yamiz. 3 kere 1 3 bo'ladi. 4 kere 2 natijada 3 taqsim 8. Uchinchi ish esa, qaranglar, uchinchi ishga e'tibor beringlar. Mana bu yerda ishlaymiz. 3,3 taqsim 4 bo'lingan 5 taqsim nima ekan? 6 ekan. 3 kere 4 12, 12 3 qo'shamiz. 15 taqsim 4. 15 taqsim 4. Ya'ni buni aralash kasrdagi turgan ifodani nimaga olib o'tib qo'yapmiz? Noto'g'ri kasrga olib o'tmoqdamiz. Demak, bo'layotganda demak ko'paytirish orqali ishlaymiz. Shuning uchun birinchi kasrni o'z holicha, ikkinchi kasrda aylantiramiz. 15 bilan 5 qisqaradi. Ikkalasi ham nechaga bo'linib oladi? 5 ga. 5 ga bo'lsak mana bu necha bo'ladi? 3. Mana bu esa 4 bilan 6chi 2 bo'ladi. Mana bu esa 3 bo'ladi. Va natijada 3 kare 3 u 2 ni o'zi. Natijada necha kelib chiqyapti? 9 taqsim 2 qiymat kelib chiqyapti. 9 taqsim 2 qiymati demak mana shunday ifodalar olishimiz mumkin ekan. Doskani bitta yozib qo'yamiz.